Assalomu alaykum Oybek ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, YouTube foydalanuvchilari, chorva ishqibozlari va mana bunday akalar asl paroda ishqibozlari. Akalar bugun kech bo'lganda sizlarni ko'p yo'qlab qoldik. Xudo xolisa erinmay kuzatib, like'larni bosib qo'yasizlar. Inshaalloh bitta Xunojinda go'zali bor akalar. Ishonarli, boqib turilgan variantidan. Mana hali orqa bosh sandal deb qo'yishadi maqtanib akalar. Aynan o'sha joydan. Kechqurun yaxshi ko'rinmayapti, lekin mol kunduzi bo'lsa, xudo xolasa olov bo'lib ko'rinib turadi ko'zga. Inshaalloh kimgadir ma'qul kelsa, ekran ostida nomer qoldiramiz. Batafsil ma'lumotni bu molda parvarishlab boqayotgan ekanimiz Nurmuhammad akam yoritib o'tadilar. Aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum Oybekjon. Suyimsiz? Oybekjon obunachilar, sinchilar, Aka, o'zingiz boqib turgan mol bu, to'g'rimi? Oybekjon, xudo xolasa 2,5 million boqayotgan molim bor. Xudo xolasa o'zingiz boqib turgan mol, akalar mol. Ko'ringlar. Yoma yaltiraveribdi, birinchi kelganda-da. Mo'g'an nayt yuvotmoq. Molda akalar ko'ringlar. Degan odam Xudo xolasa yuvosh tipneydi. Aka, shunday bunday bitta shunday narsalarni endi bunday qo'lga olib. Akalar mana ko'ringlar, o'sha tilov ham maramiga kelib bo'ldi-da. Tuga bo'ldi. Qonini men chetida sal qoldi, o'zi mana ustilari yaltirab bo'ldi. Nurmuhammad aka bo'ylari qancha aka buni? Buni 20 ga beraveradi, buni 20. Kellan ko'ringlar, akalar bahaybatligini. Mana ko'ringlar. Xudo xolasa kichkina narsa emas akalar, inshaalloh. Biri 22, biri 20 plyusga beramiz. Akalar oyoq qo'llarim baqvat. Sigir qilib olaman degan akalarga bor va akalar aynan bor. Shu sigir qilaman degan akalar uchun mo'ljallangan variantida mana ko'ringlar. Oyoq qo'llari ham polvonligini. Nurmuhammad aka, bitta mol endi videoni cho'zib bermaylik. Narxda hammasidan asos. Buni ozgina batafsil ma'lumoti bor buni. Xo'p, nima aka? Hop, buni olganimizda egasini olmadim degan, bo'g'oz bo'lmasligiga. Hop, lekin qo'l soldirib qo'ydi molga. Bo'pti, bo'g'oz dedi. Bo'g'oz dedi. Tavakkal lekin. Qo'l soldirmagan lekin molga. Bo'g'oz dedi, ikki oy o'tganda. Molga qo'l soldirib ya'ni qo'l soldir degan tekshirib ko'rildi, apparatda akalar, tekshirib ko'rildi, bo'g'oz deyilibdi. Endi bari tavakkal Alloh. Tavakkal bog'lash. Ichiga isib chiqaramizmi? Bu gapingiz ham to'g'ri. Mol 2 yashar. Mol 2 yashar variantda akalar. Ikkita tishi bor-da. Ikki tishi bor lekin. Ikki tish, kurak ikkita, akalar. Ikki tish, 2 yashar. Ikkita. Xudo xolasa boqqani arziydi. Yeb ichdan bo'lmasi yo'q mol. Yeb ichari zo'r. Bo'lmasi yo'q yelisida. Unda nimaga sotyapsan degan akalar uchun ayrim negativchilar uchun nima deymiz? O'zbekjon ozgina abortga qo'shadi, maqsad shu. Pul kerak sotilyapti, bo'ldi. Boshqa gap so'z yo'q. Akalar haligi tirnoqdan kir qidiradigan akalar uchun pul kerak sotilyapti. Mol o'zi yeb ichgandan yaltiranib bilinib turibdi. Haligi noto'g'ri xayolga borish yo'q. Akalar shu bitta kalla to'rtta tuyoq, xudo xolasa, molning sifat holati zo'r. Men ko'zim bilan ko'rib turibman, zavodskiy to'qol holatda. Inshaalloh kimgadir ma'qul kelsa 18.500 ming so'm narx aytyapsiz. 18.500 ming so'm narx aytilyapti. Xudo xolasa sunnatiga o'tib beriladi. Endi zotdor mollarda o'zlaringdan qoldir gap yo'q. Narx-navosini bizdan yaxshi tushunasizlar. Bittalar ko'rsatamiz, polvon ortib ketib qolyapti. Ko'rdik. Haqiqatan ham akalar, xudo xolasa oyoq qo'li zo'r. Aloqaga chiqaverasizlar kimgadir ma'qul kelsa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.